Agar farzandingiz o'tirishda, turishda yoki yurishda qiynalayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. DTP bu hukm emas. Ammo vaqt o'tkazib yuborishlik bolani harakat imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Ko'p ota-onalarimiz qanday qilib va qayerdan boshlashni bilishmaydi. DTPda eng samarali usullardan biri bu davolovchi jismoniy mashqlar, ya'ni LFK hisoblanadi. To'g'ri tanlangan mashqlar bolada harakatni shakllantiradi. Muntazam LFK orqali bola boshini tuta oladi, o'tirishni o'rganadi va harakatlariga ishonch paydo bo'ladi. Sumaya qizim, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor bo'laman. Mashalloh, qizimiz doktor bo'lar ekan. Bitta like bosib qo'yinglar. Sumaya qizimizni tuzalib qolsin deganlarning duolarini kommentariyada kutib qolamiz. DTP va shunga o'xshash muammolar agar sizni qiynayotgan bo'lsa, to'liq ma'lumotni quyidagi raqamga aloqaga chiqib bilishingiz mumkin. Manzilimiz Furqat ko'chasiga kirganingizda, Furqat qabulxonasidan ozgina o'tganingizda, o'ng qo'lda domlarning pastida LFK markazi hisoblanadi.